ishim yoqmayotgan bo'lsa bugunoq bo'shayman. Qolgan oyligimga ham roziman, sadaqa sizlarga. Qanaqa boshliq Sattor aka, majgini kultuvasiz qilmang. Dadasi, tinchlikmi, nima bo'ldi? Olsa ishini oladi, ishidan ham bo'shadim onasini emsin. Siqilmang dadasi, kerak bo'lsa o'rniga mana men ishlayman. Kiring ovqatingizni suzib qo'ydim. Rahmat onasi, yaxshi ham sen borsan baxtimga. Endi asab buzarlikda bilasan-ku. Dadasi, Ha, ayasi? sizlarni deb ishlab yuribman. Kutib olishni ham bilmaydi bular. Ayasi? Dadasi, Ha, ayasi, ukangga tegmay tur. bolalarni ovozini o'chiring, baraka topkur. Ayang ishdan charchab kelgan, dam olyapti deng. Ayang ishdan charchab ketdi, dam olyapti bolalar. Dadasi, zavtrak tayyormi? Ishga ketishim kerak, kech qolaman hozir. Hech qayerga ketmaysan, zavtrakni o'zing tayyorlab bor. Uylarni yig'ishtirib, bolalarning ovozini o'chirib, kirlarni yuvib, dazmollab, tozalab o'tirasan. Iye, men ishlamasam ro'zg'orni kim boqadi? Enangni eri boqadi, men boqaman-da. Instagramda yaxshi niyat degan profil topib oldim. Ularda uy yoki